voy matosini вообще zo'r ekan qarang. Tortovlar cho'zilayotgani-yu. Voy ma'nochi ko'nish qora bo'lgani bilan ham yumshoqligiga вообще tan berib yuboraman. Havo o'tkazishiga вообще zo'r. Super. Matosiga gap yo'q, qoyil. Modelni o'ziga вообще zo'r. Kechunchigi bor, qo'llari ham korotkий modellar. Вообще zo'r. Tugmachlarning ajoyibligini qarang, yoqalari ham bor. Va tikilish choklarga bitta ahamiyat beringlar. Sizga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmadimmi, chokini zo'r tikibdi. Holati zo'r. Xitoy mahsuloti razmerlari 36, 38, 40, 42 va 44 razmergacha bemalol keladi. O'zbek razmerda 42, 44, 46, 48 va 50 razmergacha keladi. Hurmatli mijozlar, shunaqa zo'r yengillik kelyapti. Albatta bizning do'konga kelasiz. Shunaqa zo'r sifatli narsalar qilib beramiz. Lady Boss do'koniga bir marta keling. Shunaqa zo'r do'konga ega bo'lasiz. Mana qarang, yubka burikisini qarang, ishtoni ham вообще zo'r. Mazza qilib o'tgansiz. Bu do'konlarimiz olganingizdan keyin imkon qadar ko'pchilik qanaqa yuvishni bizdan so'rashadi. Bu videoni ko'rdingizmi, eng yaqin o'rtog'iga jo'natib qo'ying. Ko'pchilik yuvishni bilmaydi. Eng zo'r maslahatim muzey suvi va shampun va oq suvni yuvganingiz yaxshi. Sababki issiq suvda baribir kiyim-kechak o'z go'zalligini yo'qotish ehtimoli juda ham ko'p. O'sha uchun muzey suvda yuvasiz va bu ehtimol bilan ko'pchilik bunaqa beshilkaga ilib qo'yishadi. Albatta mumkin emas bu holatda. Bu holatda mana bu yotqizib qo'ygan holatda quritasiz, dazmol qilasizmi? Oddiy uy dazmoli bo'lsa, maslahatim do'konni 2 qavat qilib dazmol qilganingiz yaxshi. Sababiki kuytirib qo'ymaysiz, rangi o'chib qolmaydi. Lady Boss do'koniga kelasiz, eng yaqin o'rtog'ingizni jo'natib qo'yasiz, albatta bizdan zo'r skidkaga ega bo'lasiz.